Bugungi tongim mana shunday atmosferada shukronalikda o'tdi. Assalomu alaykum, mani brilliantlarim. Bugun siz bilan juda bir muhim mavzuda suhbatlashmoqchiman. Pul va vaqt va bu ikki tushunchaning bizning hayotimizdagi ahamiyati haqida. Sizga bir savol bermoqchiman. Pul uchun ishlaysizmi yoki pul siz uchun ishlasimi? Ko'pchilik hayotlarini o'zlariga qulay bo'lgan sharoitda o'tkazishga harakat qiladilar. Meni esa bir joyda сказочный домикda, o'rmon o'rtasida, tabiatning go'zalligida o'zimni erkin his qilayotganim qiziqtiradi. O'sha vaqt kuz faslini his qilish, havo toza va jozibador bo'lishi hayotimning eng qimmatbaho lahzalari. Men bu kunlar uchun ishlaganman, mana shu o'zim yaratishni istagan ertak uchun izlanganman. O'zim kuz faslida tug'ilganligim uchun har tug'ilgan kunimda haqiqiy kuz manzarasini ko'rishni 30 yildan beri istardim. Va mana shu manzarani o'zimga hadya qilishim uchun men qanday ishda ishlashim kerak, mana qanday qobiliyatlarim bor, men kimman deb aynan mana shu savollarimga javob izlaganman va bu javoblarni sifroy psixologiyada topdim. Men 15-raqamda tug'ilganman. Bu raqam bir xonaliga olib kelinsa 6 raqami bo'ladi. Ya'ni meni qobiliyatlarim va meni o'stiradigan harakatlar 6-raqamda yashiringan. Qachonki men mana shu raqamga pluslariga e'tibor bersam, meni hayotim ham plusga qarab ketaveradi. 6-raqam bo'yicha men o'zimni unutmasligim, o'zimga mehr berishim, o'zimni tanlashim kerak. Ana undan keyin boshqalarga energiya bera olaman. Oldinlari hayotim minusda bo'lganida men o'zimni tanlamasdim. Doimo boshqalarga yaxshi bo'lsin, menga bo'lmasa ham bo'laveradi derdim. Menga mumkin emas degan e'tiqodda yashardim. Hozir yo'q, unday emas. Shuncha menga g'aroyib g'oyalarni bergan miyachamga nimaga bunday madaniy xordiq bermay? Ko'pchilik tunda uxlaganda yangilik izlab tinimsiz o'qib charchamagan tanamga nimaga bu xordiqni bermay? Pulga yopishib yashashni emas, balkim pulni upravlat qilib yashang. Siz eng qimmatiga hamda zo'riga loyiqsiz. Shuni unutmang. Menimcha hayotda haqiqiy qiymatni pulda emas, balki tajribada topamiz. Har bir daqiqada, har bir lahzada biz o'zimizni qanday his qilayotganimiz muhimdir. Pul bu vosita, lekin hayotimizni qanday o'tkazishimiz, qanday tajribalar to'plashimiz bu haqiqiy maqsadimiz. Agar biz vaqtimizni va energiyamizni o'zimizga yo'naltirsak, pul biz uchun ishlaydi. Biz har bir og'ir mehnatimizdan, har bir qiyinchiligimizdan keyin o'zimizni yaxshi his qilishimiz kerak. Ba'zi odamlar uchun qimmat dacha va go'zal tabiatda vaqt o'tkazish bu hayotning mazmuni. Ularning hayollarida o'zini erkin his qilish, o'ziga nisbatan mehr va e'tibor berish muhimdir. Har birimiz o'z yo'limizni tanlaymiz. Mening yo'lim bu go'zallik va tinchlik. Shunday qilib, do'stlar, hayotingizda pul va vaqtni qanday boshqarasiz? O'zingizga savol bering va qanday tanlovlar qilayotganingizni kuzating. Sizning hayotingiz sizning qo'lingizda.